Bugungi rubrika begona qizga gap o'tayotganda birinchi qaysi so'zdan foydalanasizlar? O'shani aytadi. Yaxshi qiz, qalingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Lokatsiyaga baxt deb yozsam, siz oldingizga olib kelib tashadi. Nice. Horma yaxshi qiz, burmatga mumkinmi? Yo'q, короче, o'zingdan kimni yasavording? Men aslida gap otganman, bittasiga sodiqman. Qo'y senchi, yurgansan 10tasiga aldanib. Uzr, bir minutga mumkinmisiz? Shunda nomeringizni yura olasiz. Ozodga gapini aytdik-ku. Yaxshi qiz, balki baxtimiz bog'langandir bir-birimizga. Har eslaganda kulib qo'yadigan kechani bugun o'tkazishga olamiz. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Birovlar bilan nima ishim bor? Yo, agar ozod ikkalamiz borganimizda bunaqa derdim men. Sizni ko'rib ikkimiz Kelib qolib tanishkimiz. Sizni ko'rib ikkimiz o'ynab ketdik. Yo. balki boshingizga Boshingizga. balki Balki boshingizga qo'yayotgan baxt tushmanman deb. Olamdagi 8-mo'jizamanda to'g'risini aytsam. sizni har kuni ko'radigan insonlarga havasim keladi, chunki ular sizni har kuni ko'radi. Nereye mazzıma? Yaxshi qiz qaynonangizga kuyov kerak emas. Adashdi. Dada, benim yiyem yok ekan. Yaxshi mabodo oyingizga kuyov kerak emas. Qizlar yuragini o'g'irlayman, ha. Yaxshi qiz, onam meni chiroyli tuqqan, rohatini ko'roz. Onam meni shunaqangi chiroyli tuqqan, rohatini esa sen ko'ryapsan. Popone.